Instagramda shunaqa videolar ko'rib qolaman. Opalar yoki qizlar erini yo yigitini oldiga borib turib, "Dadasi menda o'zgarish sezyapsizmi?" deydi. Haligi aka javob berguncha men kirib chiqdimda videolariga. Yo'q, o'zgarish men sezmadim. Keyin yo'q sezmadim desam, tindag'ini ko'rsatib, "Kecha push deydi. Bugun qizil qildim. Qanday sezmasligingiz mumkin?" deydi. Opa ishonasizmi? Mana barmagiz yo'g'ib bo'lsa ham sezmaydi aka. Tushunyapsizmi? Chunki u bizdan, u erkak kishi, u sezmaydi u. Yana boradida, dadasi men xuniyroq bo'lganimda ham yaxshi ko'ramidingiz? Men semizroq bo'lganimda, ozg'irroq bo'lganimda, ko'r bo'lganimda, soqov bo'lganimda, chachim bo'lmasa, oyog'im bo'lmasa, qo'lim bo'lmasa, tasavvur qiling, men prosta tak baqalashganman. Yaxshi ko'rasizmi meni? Akani ko'zida sos degan yozuv chiqadi, bilasizlar? Manaqa belgi bilan ha deydi. Vakilimiz qiylanyapti dedi. To'shni bilaman. Men akani ko'zidan sezaman. Lekin javob beraman. Ertasi kuni akani ma'atiga uguri chiqib turib, "Xotin, men uguriga reaksiyan qanaqa?" desa, "To'shni opa, aptis kursi mashbashara bilan ko'chaga chiqasizmi endi? Nima bu? Paketga solib yuramizmi endi bu bashariyat? Nima qilganingiz bu, dadasi bu? Shu to'g'ri